kiyimlarda uyalchan kuyovim kelyapti. Assalomu alaykum. Keling kuyov bola. Yurtib ado bo'lmas, dostonlaring bor. Hayajonlanmang kuyov bola, ro'zingiz ochilib ketmasin. Voy, bezbet kuyovimiz kelyapti. Man choyxona deb qo'y. To'ronida porosati yo'q. Ya assalomu alaykum, iftorlikka chaqirgan voliday muhtaram, qandaysiz? O'zingizlar spot berib voy deb uyalib. O'zingiz 80-70-yillari mahallani aytgan yoshlardan bo'lgansiz. Hozirchi, ya'ni shirinlikni qichig'ini olib keldim. Hozir sizga bersam, siz opikalaringizga tarqataverasizda, men mashhurman, men Xolida deb. Hozir o'zim kirgandan keyin tarqataman, xo'pmi? Davay. Dada ko'rdi, mosa suramasa archani orqasidan chiqing. Kuyov bola choydan iching. Voy, suv. Kuyov bola, yaxshimisiz? Voy, dada, siz qayerga ketyapsiz? O'zim uyalchan kuyovimdan aylanib. Uyalchan kuyovimiz bor-da. Dada porosatan vijillagan, sizda vijilla valla qurtga o'xshab ketgan. Mo'lar ro'zador demaysiz-a? Endi o'g'lim, uzr, men ozgina mazam yo'q edi. O'zi ambulatoriyaga admin bo'ladigan bo'libsiz. Moshinlashingizni qarang, yeysiz. 10 minut sabr qiling, hozir kiradi, yeysiz hamma bilan. Endi kuyov bola iftorlikka nima olib keldingiz? Mo'ni olib keldim, mo'ni. Stop! Ko'zni achishtirib oldi, dada, boring oyog'ingizni yuvib keling. Bo'ldi-da kuyov bola. O'yingizdan ketmay, hamma oxirgi paytda bezbet bo'lib ketyapsiz. Indamagan sari chegaradan chiqyapsiz. Shoshirvordingiz, erkalab ketdingiz, pizingizni. Boring, oyog'ingizni yuvib keling, davay. Bigon bilan zangil bo'ling, davay.